Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga son chanoq uchun, ya'ni ko'ksa artrozi uchun yengil mashq ko'rsataman. Buning uchun muvozanat saqlanmaydiganlar uchun mana shunday turbadan ushlab olasiz. Uyda nimadan bor o'sha paytida mana shunday tizzani bukasiz. Tizzani uchi bilan mana shunday dumaloq harakat chizasiz. Ichkariga 4-5 marta, tashqariga 4-5 marta. Buni kamida 20 ta 30 ta qilaverasizlar. Keyin chap oyoq. Xuddi mana shu shaklda